Oho, deyarli kech bo'lib qolibdi-ku. Hechdan ko'ra kech deganlaridek videoni boshlasam ham bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kompot. Yangi videomga xush kelibsiz. To'g'risini aytsam, bugungi videoda fermaga bormoqchi edim, lekin allaqachon borib keldim. Shuning uchun endi nima qilsam ekan? Magazinga borsammikan? Yo'q, lekin magazinga ham borib keldim o'sha. Ha, balki ovqatlanarmiz. Yo'q, lekin ovqat ham yeb bo'ldim-ku. Do'stlar, deyarli butun kun o'tib ketdi va men ertalabdan beri qanaqadir ishlar bilan band bo'ldim. Endi esa videoga nima olishni bilmayapman. Ishlarim ko'p bo'lgani uchun video olishga vaqtim bo'lmadi desam ham bo'ladi. Ha, bu juda ham qiziq bo'ladi. Tushunmadim, hozir nima bo'ldi? Kim meni eshigimni tagida baqirayapti? Bu Jitil shekilli va u yolg'iz emas. Ha, barcha jitillar birga tun o'tkazamiz, zo'r bo'ladi. Nima, ular tunda bayram qilishmoqchimi? Wow, men ham boraman. Bu zo'r bo'ladi albatta. Men ham boraman, Jitil. Bayram zo'r bo'ladi, to'g'rimi? Ha, Kompot, sen nima deyapsan? Ha, nima deyapman? Sizlar birga tun o'tkazish haqida gapirdinglar-ku hozir. Yo'q, biz hech narsani gaplashmadik. Yolg'on gapirma, men hammasini eshitdim. Ha, faqat biz jitillar bilan tun o'tkazish haqida gaplashdik. Wow, bu juda zo'r-ku. Men hozir pijamamni olaman, yeyishga ham narsa olaman, pecheniyemi nimadir sizlarga ham olaman. Hozir kelaman bo'ldi. Kompot, bu tunni senga aloqasi yo'q. Bu faqat qishloqlar uchun. Ha, men ham shu qishloqda yashayman-ku axir. Ha, lekin sen o'yinchisan. Bu tun esa faqat bizga o'xshagan katta burunli, uzun peshonali jitillar uchun. Shoshmanglar, qisqasi hozir sizlar meni chaqirmayapsizlarmi? Albatta yo'q, Kompot. Rostdanmi? To'g'risini aytsam, men o'zim umuman borgim kelmayotgan edi. Ha, yaxshi. Unda xayr. Albatta, xayr. Men ketdim. Sizlarni bayramingizga umuman bormayman. O'zi xohlamayapti-dim. Men ketdim, sizlar bilan bormayman. Stop, to'xtanglar. Sizlar meni rostdan ham olib ketmoqchi emasmisizlar? Kompot, erta biz qishloqlarning shaxsiy ishlarini gaplashamiz. Men bilan qiziqroq bo'ladi axir. Zo'r, lekin yo'q baribir. Mayli, menga podpischiklarim bilan yana ham qiziqroq. Juda ham yaxshi. Jitil siyohrang jitil, menikida bugun 12 da ko'rishamiz. Mayli, ketdik. To'xtanglar, bolalar. Balki meni ham chaqirarsizlar. Do'stlar, jitillar juda ham qiziqarli tun o'tkazishadiganga o'xshavotdi. Axir meni ham borgim kelyapti. Men million yillardan beri borganim yo'q bunaqa tunlarga. Lekin ular juda ham toshbag'ar, ular xuddiki Kompotda seni chaqirmaymiz. Bu faqat jitillar uchun bo'ldi, shunaqa. Lekin menga juda ham qiziq, erta nimalar qilishadi, nima haqida gaplashishar ekan ular. San bo'ladi, yordam beringlar. Yoqqa berkinib kirish, lekin men o'yinchiman-ku, sirazi bilinib qoladi. Kiyimimni almashtirish, to'ppa-to'g'ri shunaqa qilsam bo'ladi. Darhozirlar, rahmat, men hozir shunaqa qilaman. Menda xuddi jitillardagi kiyim bor edi. Menimcha juda ham o'xshaydi. Qaranglar, xuddi men jitildek bo'lib qoldim. Yoki unchalik ham jitilga o'xshamadimmi? Unchalik emas. Chunki men unaqa katta burnim yo'q, peshanam ham katta emas, bilmadim. Lekin shunda ham yaxshi bilmadim. Balki sinab ko'rarmiz. Menimcha unchalik ham sezilmaydi. Jitil. Ay, Kompot. Naqa Kompot? Yo'q, jitilman. Bu senligi bilinib turibdi. Nima, sen bizning bayramimizga bekinib kirmoqchimisan? Yo'q, tushunmadim. Qanaqa Kompot? Men jitilman umuman. Qolishga keldim. O, nima bu, konfetmi? Bu konfet faqatgina jitillar uchun. Qara, men ham jitilman-ku. Jel, Kompot, bu yerda nima qotdi? Yo'q do'stlar, o'sha meni ikkita jitil bo'lib qolishdi. Endi nima qilaman? Sana bayramimizga bekinib kirmoqchi bo'pti. Bot, nima sen kiyimni alishtirsang biz seni tanimaymiz deb o'yladingmi? Umuman senda bu narsalar o'xshamaydi, kirolmaysan baribir. Yo'q, albatta men hech narsani o'ylamadim. Bo'ldi, men ketyapman, mayli ketdim. Men hech narsa qilmayapman. Do'stlar, meni o'sha olishdi, bilib qolishdi. Men oxirigacha eshitishim kerak edi. Endi nima qilaman? Ha, to'g'ri, men o'zimga polniy kostyum zakaz qilishim kerak, xuddi jitillardek burun bilan. Albatta, nimaga voqliroq shu haqida o'ylab ko'rmadim. O, rahmat sizga. Buni qaranglar, xuddi rostakam jitilga o'xshaydi. Rostdan ham jitil emasmi? Yo'q, bu juda ham realistik kostyum. Pulini to'lasangiz bo'ldi, 30 ta izmirud bo'ladi. Wow, xuddi rostakamga o'xshaydi. Qaranglar, endi men kartadan to'lov qilishim kerak, chunki menda buncha naqd yo'q, juda ham qimmat ekan. O'zi sizga bunaqa realistik kostyum nimaga kerak? Nima, siz bankni o'marmoqchimisiz? Yo'q, albatta yo'q. Men shunchaki jitillarning bayramiga berkinib kirmoqchiman. Unda yaxshi, men salgina qo'rqib turuvdim. Hamayli, unda omad. Ha, rahmat, sizga ham omad. Do'stlar, menimcha bayram hozir eng qizig'ida, chunki soat 1 bo'ldi. Buni kiysam bo'ldi, kira olaman endi. Hey, bu nimasi? Bu razmer noto'g'ri-ku. Sizga noto'g'ri bo'ladi. Axir siz saytda o'zingiz belgilagansiz-ku. Demak, noto'g'ri razmer belgilaganman, chunki bu kostyumdan boshim chiqib turibdi. Ish vaqtimiz tugadi. Faqatgina ertaga boshqatdan dastavka qilib berishimiz mumkin. Tfu, senga ham, ish vaqtingga ham. Xo'sh, nima qilaman endi do'stlar? Buni qaranglar. Men bu kostyumni juda ham g'alati ko'raman axir. Lekin yondan qaraganda baribir jitilga o'xshayman. Burnim ham jitilnikidek, peshanam ham xuddi shunaqa katta, lekin shunchaki yuzim chiqib turibdi. O'ylashimcha jitillar meni tanib qolisha olmaydi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sinab ko'rishim kerakmi yoki bu foydasizmi? Albatta, nega yo'q? Men shuncha harakat qildim-ku axir. Sinab ko'rishim kerak, bo'ldi, ketdim. Xo'sh, ular hammasi ichkarida, konfetlarni ham olib kirib ketishgan. Xo'p, bo'ldi. Kimdir bormi? Ha,
Uzr. Bu do'stlar sirasi sezib qolmadi. Demak, unda yaxshi. Men shu qishloqdan jitilaman. Eshitishimcha bu yoqda qanaqadir tungi bayram bo'layotgan ekan. To'xtachi, judayam qanaqadir tanish ovoz. Men shunchaki kasal bo'ldim. Qanaqa kasallik? Shamollash. Qachon? Bir hafta oldin. Qanaqa qilib tuzalding? Doricha burnimga tomizdim. Sigirni nechada? Suv 6x6. 36. Qishloqda nechta uy bor? 10 ta. Jitillik ko'p nimani yaxshi ko'radi? Izmirudni yaxshi ko'rishadi. Sen rostdan jitilga o'xshayapsan. Hamayli, kira qol. Bu qanaqa test bo'ldi o'zi? Hamayli kirsam maylimi? Salom bolalar. Jitillarni tuniga xush kelibsan, lekin bitta muammo bor. Bizda faqatgina 3 ta kravat bor. Mayli hech qisi yo'q. Men yerda ham yotiraman yoki men divanlardan bittasidami? Uzr, lekin orqadagi darsa nima? Nima bo'pti orqamga? Qani ko'ringchi. Bu chelemi rasmi tushirilganmi kiyimga nima balo? Men bilmadim, balki qayoqdadir yiqilib tushgandirman. Ha, demak yiqilib tushgansan. Hamayli unda. Va bizda yana bitta qoida bor. Sen o'zingni yumshoq o'yinchoqing bilan kelishing kerak. Shunaqami? Bo'ldi, muammo yo'q. Hozir olib kelaman unda. Do'stlar, yo'q bo'lishi mumkin emas. Ular baribir meni kirgizishdi. Hozir o'yinchog'imni olib kelsam bo'ldi. Endi ertalabgacha ular bilan o'tiraman va sekretlarni bilib olaman. Jitil, menimcha bu Kapot edi. Albatta, sen nima tushunmadingmi birinchi ko'rishdayoq? Kapot baribir kreativ yo'lini topibdi-da. Hamayli, hech qisi yo'q. Unda bugun uni ustidan kulamiz mazza qilib. Albatta, axir maqsadimiz shu edi-ku o'zi. Mana do'stlar, men ayiqli bunaqa yumshoq o'yinchoq topdim. Qani endi kiramiz. Men bunaqa o'yinchoq topib keldim. Ayiqcha o'sha oq jitilda bor. Bunaqasi bilan mumkin emas. Tushunarli, unda hozir hozir unda boshqasini olib kelaman. Bu o'yinchoq esa siyoh rang jitildiki. Bunaqa o'yinchoqdan allergiyam bor. O'rmonda menga qo'y hujum qilgan, shuning uchun yo'q, bu bo'lmaydi, menga yoqmaydi. Nima balo, jiddimisan? Kimgadir zarar yetishi mumkin. Yo'q, umuman bo'lmaydi. Qurbaqa, sassiq. O'rgimchilardan qo'rqaman. Yo'q, umuman bo'lmaydi. Yo'q, umuman bo'lmaydi. Mumkin emas. Yo'q, boshqasini olib kel. Xullas, mana buni olib keldim. Bo'ladimi? Nima, bu drelmi? Do'stlar, shunchaki meni shkafimda umuman boshqa o'yinchoq qolmadi. Bu meni eng sevimli o'yinchog'im. Qaranglar qanaqa zo'r. Devorni o'yib rasm chizsa ham bo'ladi. Oho, yaxshi, mayli kira qol. Va nihoyat. Bo'ldimi, endi bayramni boshlaymizmi? Nima qilamiz? Qornim ochib ketdi. Men hamma uchun burger tayyorlab qo'ydim. Rahmat, burger juda ham mazali bo'lsa kerak. Sizlar yemaysizlarmi? Yo'q, bizda shunaqa odat bor. Birinchi mehmon yeydi. Unda tushunarli, mayli, o'zim boshlab beraman. Juda ham mazali bo'lsa kerak. Nyam. Juda ham mazali. Mazalik. Nima bo'ldi? Tiqilib qoldingmi? Shunaqa shekilli, lekin juda ham mazali ekan. Rahmat. Bo'ldi, boshqa chidamayman. Suv, qatta suv bor. Qani, og'zim ochib ketdi. Suv. Zo'r qilding Jitil, sen prosta kiyinaysan. Endi yana davom ettiramiz. Hamma pijamasini kiysin. Nimasi bo'ldi bu? Bo'ldi. Boshqa ular bilan umuman ovqat yemayman. Nima yeyishadi o'zi? Hali ham meni tomog'im achib ketyapti. Nima bu? Mayli, qaytib kiraman. Endi chidashim kerak oxirigacha. Ularning hamma sekretlarini bilib olishim kerak. Men qaytdim. Nima qilamiz endi? Sizlar hammalar pijama kiyib oldinglarmi shu? Endi sirlarimiz haqida gaplash vaqti keldi. Va nihoyat, o'zi menga shu kerak. Xo'sh, qanunda kim birinchi boshlaydi? Kelinglar, yaxshisi men birinchi boshlayman. Meni sirim Kapotning uyiga hujum qilmoqchiman. Kapotnikiga nimaga? Men eshitishimcha u yaxshi odam. Men esa Kapotning o'ziga hujum tayyorlayapman. Tushunarli. Sanchi? Men esa butun qishloqqa hujum qilmoqchiman. Do'stlar, biz qo'rqinchli hikoyalar haqida gaplashmayapmizmi? Yo'q, albatta. Bu bizning shunchaki sirlarimiz. Qanaqangi qo'rqinchli sirlar bo'lmasa, menga umuman yoqmadi. Xo'sh, sana qanaqa sirlaring bor? Yo'q, meni hech qanaqa sirlarim yo'q. Umuman menda hech narsa yo'q o'zi. Biz sen yana bitta narsani aytishni unutibmiz. Biz ovqatsiz va shirinliklarsiz hech qanday chiqarmaymiz. Sanda bormi shirinlik? Ha, albatta, hozir men olib kelaman. Do'stlar, eshitdinglarmi? Bu menga vobshe yoqmayapti, lekin yana chidashim kerak. Ularni hamma narsani bilishim kerak. Nima tayyorlashyapti ekan o'zi? Yana ozgina chidasam bo'ldi. Bunga ishondi, ko'rdinglarmi yuzini? Menimcha kimdir ushaldi. Hozir shirinliklarini to'kib yuborib, unga to'nkab qo'yamiz va uyni tozalatamiz. Jitillar, sizlar meni ustimdan kulishni xohlaganmidinglar hali? Bunga qaraganda ular meni sirasi bilib qolishganga o'xshaydi. Tushunarli, jitillar. Sizlar men bilan hazillashyapsizlarmi? Bo'ldi, hozir sizlarga ko'rsataman. Shuncha paytdan beri qattiq qolib ketdi Kapot, qornim ochib ketdi. Menimcha u bizlarni hayron qoldirish uchun yaxshiroq narsa qidiryapti, haydab yubormasligimiz uchun. Nima edi bu, eshitdinglarmi? Bu menga yoqmayapti. Nima bu, dinozavrmi?
Ha 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 ha, sizlar tungi maxluqni uyg'otdinglar. Tushunmadim, yana qanaqangi tungi maxluq, nima qilamiz? Biz hech kimga hech narsa qilishni xohlamadik. Men kechasi uxlamayotganlarni kelib ruhini olib ketaman. Ha ha ha. Tamom bo'ldinglar. Nima qilamiz, bo'ldi, qochdik, hamma qochsin, chiqinglar, tashinglar hamma narsalarni, qochdik, tezroq. Shitillamani ham kutib turinglar. Do'stlar, ko'rdinglarmi ular qanaqa qochib ketganini? Ha, bu men edim. Qaranglar, ularning oynasini tagiga kolonka qo'yib qo'ydim va o'zgartirilgan ovoz bilan gapirdim mikrofon bilan. Ular qo'rqib ketishdi, hammasi qochib ketishdi bitta-bitta. Qo'rqqanidan sirrazi chiqib ketishdi. Даже hamma narsani sirrazi tashlab ketishdi. Endi bu konfetlar ham menga qoldi. Lekin meni rosa mazax qilishdi. Bu videodan nimani tushundim bilasizlarmi? Yaxshisi sizlarni chaqirishmagan joyga bormanglar. To'g'risini aytsam, boshida yomon qo'rqib ketdim. Rostdan ham menga hujum qilishmoqchi deb o'yladim, lekin qarasam, prosta men bilan hazillashayotgan ekan. Endi bo'lsa o'zligi o'rmonda yugurishibdi, qanaqadir tungi maxluqdan qochib. Ularni ishontirish uchun o'zim ham qayerqadir bekim olishim kerak, xuddiki meni ham maxluq qo'rqitgandek. Mayli do'stlar, bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.